bitta kiyib ko'rsam bo'ladimi ham? Albatta, Qani, inshaalloh. bismillahirrohmanirrohim. Alloh bizni ham mana shu formalarda kiyib, aka. Albatta, xudo xolasa. Ota-onamiz bilan birgalikda borishlik nasib aylasin. Akalar, Safo Marva mana o kamzurlari erkaklarga beriladigan va mana bunday so'mkalari bo'lar ekan, xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, bugun Safo Marvaga kelganmiz. 14 kunlik umra ziyorati narx-navolarni sizlarga to'liq batafsil qilib beramiz, xudo xolasa. Oldindan bitta like bosib qo'ying, niyat qilgan bo'lsa Alloh hammamizni chaqirsin. Aka, bitta podarka ham qo'yavering, tezlashib ketsa ajab emas bizniki ham. Albatta. Boringizga shukur. Ayollarga ham beriladi. Albatta, ayollarga abaya bo'ladi, uzun bo'ladi, orqalari bilan yopib turadi. Keyin mana qizil bo'ladi, xudo xolasa. Akalar, mana erkaklar. bittada bilinib turar ekanda Safo Marvadan borganlar, ha? Albatta, bizga hattoki tapchika soladigan haram kirket ekanda tapchikasini yechib kiradi-da. Shu yerga alohida anaqa soladigan joylari ham bor inshaalloh. Bu firma tomonidan besplatni beriladi. Albatta, inshaalloh firma tomonidan beriladi. Mana shu tapchika solinadi. Bilishimiz kerak azizlar. Bizda anaqa andaraziviy joy namoz ham bo'ladi inshaalloh. Va tapchika soladiyani alohida bo'ladi. Gap yo'q. Bu yonida bo'ladi. Xuddi shunday. Tushunarli bo'ldi, mana aytdi. Sifatda bilib qo'ysangiz bo'laveradi inshaalloh. Sumkadan mana formalardan ham inshaalloh ajratib olsangiz bo'laveradi, xudo xolasa. Boringizga shukur. Xo'p, aka videoni boshlayveramizmi bo'lmasa? Albatta, inshaalloh. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, Safo Marva o'z litsenziyalariga ega qonuniy firmalardan. Agar siz kimgadir tavsiya qilsangiz ham, xudo xolasa, uyalib xijolat bo'lmaydigan, xudo xolasa, Safo Marva shunaqa anchadan beri ishlab keladi, ha, Muhammad Sodiq aka. Inshaalloh. Xo'p, aka, yurtdoshlarimiz bilan ham assalomu alaykum qo'ying. Assalomu alaykum rahmatullohi barakot. Aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Ahvollar yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Aka, mana endi xudo xolasa avgust oxirlab sentyabr ham boshlanyapti. Avgust sentyabr oyi narx-navolarni to'liq batafsil beramiz, aka. Albatta. Xo'p, hozirgi kunda mana O'zbekistonda ob-havo mana issiq bo'lib turibdi, anomali issiq. Saudiyada holat qanaqa aka? Yosh kattalar qiynalmaydimi? Albatta, bizda hozir 40-42 gradus bo'layotgan bo'lsa, deyarli Saudiyada ham 1-2-3 farq qilyapti, azizlar. Va inshaalloh haram hududi juda mo'tadil. Sababi sovutish tizimlari inshaalloh konditsionerlar, avtobusdagi konditsionerlar va xonadagi konditsionerlar inshaalloh qiyinchilik yo'q, xudo xolasa, albatta. Hurmatli vatandoshlar, aka, Gaznitsa bilan haramni masofasi qancha? Yosh kattalar hali masofa qiziqroq, ko'proq. Ukam gapni cho'zmasdan masofadan gapirganda kommentariy yozibdi bitta ota-onamiz ham. O'shaning uchun Madinada Gaznitsa bilan haramni masofasi qancha? Makka mukarramada. Xo'p bo'ladi. Albatta, inshaalloh bizim sayohat ziyoratlarimiz Madina-i Munavvaradan boshlanadi va Madina-i Munavvaradagi Gaznitsamiz haramga yaqinligi inshaalloh 250 metr bo'ladi, ikkinchi qatorda bo'ladi. Ravza al-Safo degan Gaznitsa bo'ladi inshaalloh, azizlar. Makka-i Mukarramadagi Gaznitsamiz inshaalloh Ibrohim Halil ko'chasida bo'ladi. Gaznitsamizning nomi Al-Jabri va inshaalloh Makrem degan bizning ikkita Gaznitsamiz bor, Ibrohim Halil ko'chasida, Makka-i Mukarramada, azizlar. Ikkalasi bir devor inshaalloh, yonma-yon bo'ladi, azizlar, inshaalloh. Ikkalasining ham avtobuslari bor, bemalol chiqib avtobusda piyoda ham borib kelsangiz bo'ladi. Masofasi 2 kilometr, xudo xolasa, haramga yaqinligi, xudo xolasa. Makka mukarramada. Xuddi shunday. Madinada 250 metr. 250 metr. Xudo xolasa bemalol piyoda borib kelsa bo'laveradi. Albatta, inshaalloh. Yaxshi. Hurmatli vatandoshlar, mana xudo xolasa aniqroq qilib batafsil ma'lumot beryapmiz. Xolos siz ekrandagi nomerga telefon qilib, operatordan yana ham aniqroq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Va aka, ana endi avgust oyining oxirlari, mana shu avgust oyi oxirlariga doğru qaysi chisloga reyslarimiz bor va sentyabr oylariga. Xo'p, Toshkentdan 20-kunga bor inshaalloh, Andijondan 30-ga va Namangandan 25-ga inshaalloh reyslarimiz bor va shuni ham aytib o'tishimiz kerak. 20-ga xudo xolasa Samarqanddan ham reysimiz bor. Hamma reyslarimiz bizni to'g'ri bo'ladi inshaalloh. To'g'ri Madina-i Munavvaraga inshaalloh qo'nadi. 14 kunlik standart paket. Xuddi shunday. Xo'p, 3 kun Madina-i Munavvarada, 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi. 2 kecha 3 kunduz Madina-i Munavvarada bo'ladi inshaalloh. O'zimizni tilda aytganda 2 kun to'liq Madina-i Munavvarada va 12 kun Makka-i Mukarramada bo'ladi. Azizlar, shuni ham aytib o'tishimiz shart. Andijon reyslarimiz inshaalloh 13 kunlik hisoblanadi. İnşallah 2 kun Madina-i Munavvarada va 11 kecha xudo xolasa Makka-i Mukarramada bo'ladi. Xo'p, 20-chislodan xudo xolasa bormoqchi bo'lganlar avgust oyini bemalol murojaat qilaverasizlar. Qarang. Xo'p, Andijondan, Namangandan, Toshkentdan va Samarqand viloyatidan reyslar akalar qo'yilgan. Bir to'g'ridan to'g'ri
O'zbekistondan Madinaga qo'linadi xudo xolasa. Xuddi Ha shunday, aka? albatta. Xo'p, ana endi hozirgi kunda birinchi marta bormoqchi bo'lib turganlarga sizga birinchi o'rinda Zagram pasport, ya'ni chekka chiqish qizil pasport kerak bo'ladi. ID pasport o'tmaydi. Xuddi shunday. Plastik pasport o'tmaydi, hurmatli vatandoshlar. O'shaning uchun bu Zagram pasportni tayinlab qo'ying. Bu ham bir haftada chiqadi. Xuddi shunday, chetga chiqish uchun faqat azizlar hozir faqat Zagram pasport kerak bo'ladi va viza olishimizga ham inshaalloh Zagram pasport kerak bo'ladi. Xo'p, vizani o'zlaringiz olib berasizlarmi aka? Albatta inshaalloh biz inshaalloh hamma yo'lda o'zimiz qilamiz inshaalloh. Hamma yo'lda gostinitsa bron qilamiz, avtobuslar, sayohatlar, ziyoratlar, tajribali va ilmli ellikboshlar inshaalloh hammasini inshaalloh bordi keldi biletlar, hammasini inshaalloh Safo Marva o'zi inshaalloh tashkillashtiradi xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, videolarimizni ko'ryapsizlar. Mana ekrandagi nomerga telefon qilsangiz, hozirgi kunda Saudiyada yurgan Safo Marva ziyoratchilarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizni Telegram gruppaga ulashib qo'yadi. Bemalol o'sha yerda shu gruppa orqali ularda yurganlarini ko'rsalaringiz ham bo'laveradi. Ya'ni haligi ochiq oydin. Xuddi shunday. Xo'p, xudo xolasa oziq-ovqatlardan ham muammo yo'q. Aka, keyin qarang, mana hozir forma berilaring. Keyin ag'da kiygani haligi oq nima ham o'rashadi-yu. Ehrom. Ehrom ham o'rashadi. Bu ehromni ham berasizlarmi yoki uni o'zlari sotib oladimi aka? Yo'q, ehrom o'zi azizlar arzon narsa bo'ladi. Bizni inshaalloh paketimiz narxi $1100 bo'ladi. Ehromni o'zlari oladi. Bu ehrom ham unaqa qimmat narsa emas, albatta inshaalloh. To'liq unaqamiz paketimiz $1100 bo'ladi. Xudo xolasa ehromlarda albatta hojilarimiz o'zi oladi inshaalloh. 12 ta viloyatga bir xilmi narx? Albatta inshaalloh. Hurmatli vatandoshlar, $1100 dan 14 kunlik standart paket 12 ta viloyatga bir xil va qo'shni respublika Qirg'iziston, Tojikistonga ham bitta narx. Albatta inshaalloh. Ularga alohida narx bo'lmaydi, to'g'rimi aka? Yo'q, aslo xudo xolasa. Xo'p, endi aka, mana oilaviy bo'lib 4 ta, 5 ta, 10 ta boradiganlar bor. Endi ikkitalilarga narx-navoni balki o'tib bermasizlar, lekin telefon qilib gaplashib ko'raverasiz, balki o'tib berishi mumkin. Ko'pchilik bo'lib borganlarga chegirmalar bormi? Albatta inshaalloh Safo Marvadan agar 4 ta yo 5 ta yo qarindosh urug' yo oshna og'ayni agar bitta bo'lib boradigan bo'lsanglar, inshaalloh o'zimiz operatorlarimiz nomerlarini qoldiramiz. Inshaalloh imkon qadar xudo xolasa imkon qadar narx-navosini go'zal qilib beramiz inshaalloh. Yana ham shuni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Azizlar, agar mahram bo'lib bitta oila 5 kishi yo 4 kishi bo'ladigan bo'lsa-da, inshaalloh bitta oilani bitta xonaga qo'yib beramiz inshaalloh. Ana, hurmatli vatandoshlar, bunaqa imkoniyatlar ham bor ekan. Bemalol, agar siz shu tomonni o'ylayotgan bo'lsangiz ham muammo yo'q. Yana bitta narsa, Safo Marvani, mana endi yosh kattalar ko'proq boradi. Havo alishish degan narsalar bor, to'g'rimi aka? Birinchi yordam ko'rsatgan doktor hamshiralar bormi? Albatta inshaalloh tajribali, xudo xolasa bizni qo'li anaqa gul, xudo xolasa hamshiralarimiz bor, xudo xolasa ellikboshlarimiz, inshaalloh hammasi inshaalloh go'zal, xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, narx-navoni ham mana aytib qo'ydik, $1100 dan. Agar xudo xolasa siz avgust oxiriga yoki sentyabr boshlariga bormoqchi bo'lsangiz ham ekrandagi nomerga telefon qilib, joyizni xudo xolasa bron qilsangiz, o'zlari vizalarga olib tayyor qilib berar ekan. Ziyoratchilarga bu bejik, mana kamzur va sumkadan tashqari yana nimalar beriladi aka o'zi? Albatta firmamiz tomonidan sumka, kamzur, bejik, viza va inshaalloh Madina Munavvarada Qur'on bosmaxonasiga ketiganda har bir hojimiz, har bir hoji uchun Saudiya hukumatining o'zining hadiyasi bor. Qur'on hadiya qiladi inshaalloh va qaytayotganda inshaalloh har bir hoji uchun bitta 5 litrdan Zamzam suv inshaalloh firma hisobidan hadiya qiladi. Mutlaq tekinga beriladi. Albatta. Xo'p, aka, ziyoratchilarda sumkalari necha kilodan bo'lish kerak o'zi? Endi nimaga buni so'rayapman? Chunki Saudiyadan qaytishda ko'pchilik u firma tomonidan beriladigan 5 litr kamlik qiladi-da. O'zi aslida necha ko'proq olgisi keladi-da, o'shaning uchun so'ramoqdiman. Xo'p, albatta bagajlarimiz 20 kilo bo'ladi azizlar va rushnoyimiz 7 kilo bo'ladi. Qo'lingizga oladigan sumkangiz 7 kilo, arqa tomonga katta sumkangiz 20 kilo bo'lish kerak ekan. Tushunarli va o'zlari bilan dori-darmonlarni olib kelsa bo'ladimi? Ya'ni mana davlina dorisini ichib yuradi, kimdir bosh og'riq dori ichib yuradi. Albatta, masalan, o'zi kunlik ichadigan dori-darmonlari bo'lsa, inshaalloh bemalol bagajga sovg'asa bo'laveradi inshaalloh. Katta sumkangizga sovg'arasiz ekan. Albatta. Tushunarli, hurmatli vatandoshlar. Xo'p, taomlar masalasi qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, bizni inshaalloh Madina Munavvarada ovqatlarimiz 2 mahal bo'ladi. 2 kun 2 mahaldan bo'ladi. Madinada. Madina Munavvarada. Makka Mukarramada bizni inshaalloh 3 mahal bo'ladi. O'zimizning milliy taomlar bo'ladi. Vodiydan kelgan povlarimiz inshaalloh
12 kun 3 mahal bo'ladi. Xuddi shunday. 2 kun 2 mahal bo'ladi. Xuddi shunday. Tushunarli. Ana endi aka qarang, hozir narx-navo 1100 dollar dedingiz. Aka. Xo'p, men bormoqchiman. Rasa shu 1100 dollar pulim bor. Yoki necha pul bilan borsam bo'ladi. Yoki mana kommentariyada endi kelayotgan narsa. Hozir biz 1100 to'lasak, yana qanchadir ag'da pul oladimi bizdan yoki boshqa narsaga yana to'lov bo'ladimi deb o'ylanib turganlar bor. Qanaqa holat aka sizlarda? Albatta masalan o'zingizni bir qarindosh urug'ingiz, navara, aka-ukalaringizga sovg'a salom olmasangiz, Xo'p, bizni firmadan inshaalloh nima deydi, ovqatlar hamma yo'q bitta odam uchun bemalol yetadi. Hop. 2 mahal Madinada, 3 mahal Makkada. Agar sayohat ziyoratlarimiz ham inshaalloh firma hisobidan bo'ladi. Qizil dengizga olib kelishlar ham firmamiz hisobidan bo'ladi. Agar dengizga tushib, kemaga chiqib sayohat qilsangiz va unga pul to'laysiz. Agar kemaga chiqmasdan dengizga chiqib sayohat qilmasangiz, inshaalloh umuman pul rasod qilmaysiz. Nima uchun pul kerak bo'ladi? Azizlar, sovg'a salom, qarindosh urug'larga sovg'a salom olsangiz, shunda pul kerak bo'ladi. Tushunarli. Hurmatli vatandoshlar, o'shaning uchun hisob-kitob to'laverasiz. Shu 1100 dollar, ya'ni siz firmani hisobida rejasi bo'yicha yuraman desangiz, 1 so'm oshda pul ishlatmaysiz, yetadi. Albatta. Xo'p, bo'lmasam akalar, yoningizga yana 1-200 dollar olsangiz, sovg'a salomlarga qaytib kelayotganda ishlatsangiz bo'ladi. Albatta. Tushunarli. Hurmatli vatandoshlar, 12 ta viloyatga to'liq narx-navo 1100 dollardan bemalol ekrandagi nomerga hoziroq telefon qilib, operator bilan gaplashib, joyizni aniq qilishingiz mumkin. Safo Marva o'z litsenziyasiga ega qonuniy firmalardan xudo xolasa ertaga xijolat bo'lib qolmaysiz va 50 bosh xizmatlari albatta yuqori. 14 kun davomida sizni ota-onangiz yoki sizni o'zingiz bilan borganingizdan kutib olib, kelayotganingizda samolyotga uchirib olguncha yoningizda bo'ladi. Ibodatlarda bemalol so'lab, akalar, o'rganishlaring oson bo'ladi. Xudo xolasa, hali 5-6 kundan keyin boshqa ziyoratchilarga o'tib ketib qolmaydi. Bu tomonlari ham aka ancha ishonarli bo'ladi. Albatta ushbu videorolikimizni qarindosh urug', mahalla-ko'y, sinfdoshlar gruppasiga podlisak qo'ying, chunki xudo xolasa niyat qilib turibsiz, siz ham bormoqsiz aka. Alloh bizni ham chaqirib qolar inshaalloh. Albatta like bosib, kommentariyada Alloh chaqirsin deb aka siz ham yozib keting. Xudo xolasa 2026-yil hammamizni borishimizni Alloh nasib qilsin. Muhammad Sodiq aka, yurtdoshlarimizga oxirgi so'zlaringiz bo'lsa? Azizlar, doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh Safo Marva inshaalloh sizlarning xizmatinglarda Alloh taolo hammani inshaalloh ota-onalari bilan, jigar-bag'al, ayol, ahli ayollari bilan inshaalloh shu yerlarga chaqirib, Allohning mehmoni bo'lishni hammaga nasib qilsin inshaalloh. Azizlar, Safo Marva doim sizlarning xizmatinglarda inshaalloh. Alloh hammamizni chaqirsin aka. Inshaalloh albatta. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat sizlar. Hammaga rahmat.